Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq roman. Avtori George Orwell, Angliya. İngilizceden Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Abdullah Qosim. Ovozda Bahargul Zibibulla. Men nimishqa yozaman? George Orwell. Bakmo kichik chog'larimdan boshlabla, balkim 5-6 yosh chog'larim bo'lishi kerak. Cho'ng bo'lganda o'zimning yozuvchi bo'lganligimni bilatdim. 17 yoshimdan 25 yoshimgacha bo'lgan oraliqda men bu xiyolimdan voz kechmoqchi bo'ldim. Ammo buning o'z tabiatimga osiylik qilish ekanligini, hamon bir kunlarda qo'limga qalam olganligimni bilib turatdim. Men 3 balaning o'tiranchisi bo'lib, hammamizning orasida 5 yoshdan farq bor edi. Men 8 yoshimdan burun asosan dadamni ko'rmagan edim. Balkim mushu yoki boshqa sabablardanmi tang yolg'izlikni xohlaydim. Keyincha menda boshqalar yoqtirib ketmaydigan qiliqlar paydo bo'lishga boshladi. Maktabdami boshqalar menga bak yaqin kelmaydi. Menda bir tanho bolaning odati bor edi. Kollamda hikoyalarni to'qiydim. Tasavvurimdagi personajlar bilan paranglashib ketatdim. Meningcha, mening adabiyot g'oyam boshdan boshlabla o'zimning boshqalar tarafidan chetga qiqilish va kamsitish tuyg'um bilan birlashib ketgan bo'lsa kerak. O'zimda bir xil til talanti va ko'ngilsizliklarga yuzlanish jasoratim borligini bilatdim. Ve bunun mening özel bir dunyorimni yaratganligini, men bu yerda kundalik turmushimdagi mag'lubiyatlarimdan qochalaydiganligimni his qilatdim. Halbuki mening butun bolalik davrimda astoydil yozganlarim amaliyotda oran bir qancha varaq chiqatdi. Tunji she'rimni taxminan 4-5 yosh chog'larimda yozgan edim. Onam uni yodlab, deklamatsiya qilib bergan edi. O she'rimning faqat yo'lbos haqidagi she'r ekanligidan boshqa hech nimasi esimda qolmagan edi. O'rindiqdek yo'g'on tishliq deb o'xshatganim esimda. Xil qamlashgan o'xshatish bo'pti ekan. Ammo bu she'rni Blakening yo'lbos degan she'riga taqlid qilib yozgan-ku deyman. 11 yosh vaqtimda Birinchi dunyo urushi portladi. Vatanparvarlikni kuylab yozgan bir she'rim shu yerdagi bir gazetda e'lon qilindi. 2 yildan keyin Kitchenerni o'limi haqida yozgan she'rimmo shuningda e'lon qilindi. Sal cho'ng bo'lganda pat-pat jo'richa uslubdagi tabiat she'rlarini yozib baxtim. Ammo to'lisi chala qolatdi. Qisqa hikoyalarni yozib baqqan bo'lsam-mo faqat qamlashmadi. Bularning hammasi amaliyotda mening shu yillardagi astoydil yozdim degili bo'ladigan asarlarim edi. Shundaqdimi men shu yillarda adabiyot faoliyatlaridan neri ketanmadim. Boshda buyurtma yozmalarni yozdim. Gerçi bundaq narsalarni yozishdan faqat hozir ololmasam-mo, tezla qo'ldan chiqarib talaydim. Maktabning topshiriqlaridan boshqa men ba'zi hajvi choshma she'rlarni yozdim. Hozir o'ylasam, u chaqdagi yozish suratimdan o'zimni hayron qolaman. 14 yosh vaqtimda Aristofanesga taqlid qilib yozgan bir dramani bir haftada bitirib etgan edim. Shu chaqda yana maktabning jurnalini tahrirlashib beratdim. Basma nusxasigami, asli qo'l yozmasigami aralashdim. Bu jurnalning xizmati siz tasavvur qila oladigan eng tetiqsiz bema'ni ishlarning biri edi. Ammo uni hozirgi eng arzon xabar yozish xizmatidan ko'p qulay bujritdim. Mana mushular bilan birlikda men 15 yil yoki uningdan uzunroq mezgil butunlay boshqacha bir xildagi adabiyot mashqini davomlashtirib kelgan edim. Mundaqcha aytganda, o'zim haqida to'xtamasdan hikoyalarni to'qib kelgan edim. To'g'risi, bular menimdala saqlangan kundalik xotirlarim edi. Men bundaq qilishning amaliyotda barliq bolalarning odati ekanligiga ishonatdim. Men to'limi kichik chog'larimda o'zimni
ajoyib botirona kechirmishlari bor qahramon Robin Hood deb tasavvur qilatdim. Afsus, uzoqqa bormayla mening bu hikoyalarim to'liq qamlashmagan o'z mabtunliqqa aylanib ketdi. Keyincha borgan siri qilayotgan va ko'rayotganlarimning sidam tasviriga aylanib qoldi. Ba'zida qisqa daqiqalarda kollamdan mundaq jumlalar uchib o'tadi. U eshikni ochdi va uyga kirdi. Nepiz paxtaraxtdan qilingan pardalardan o'tib kirgan oltindek quyosh nuri ustal yuziga tushgan edi. Ustalda yerim ichilgan sarangi qepi siyah duviti yanida turadi. U qo'li yanchug'ida asta dariza qishig'i keldi. Pastki ko'chada bir go'dlik mushuk bir g'azag'ini qo'g'lab yuradi. Bu odat men 25 yoshga kirguncha davomlashdi. Bularni mening adabiyot yiziqchilik bilan shug'ullanmagan vaqtlarim deyishga bo'ladi. Gerçi men muvaffaq so'z izlashga majbur bo'lgan. Amaliyotdimi? İzdegan bo'lsam-mu, yozgan tasvirlarim xuddi men bir sirtqi kuchning majburlashi ostida o'z irodamga xilop yozayotgandek bilinadi. Aslab baqsam, hikoyalarim cho'qim men o'xshamagan yeshimda havas qilib yurgan yozuvchilarning uslubini aks ettirgan ekan. İş qilib, bularning hammasi degidek intayin inchga tasvirlarni o'z ichiga olgan edi. Men 16 yosh vaqtimda tuyuqsiz faqat so'zlarningla menga akiladigan huzurni bayqadim. Tavushi va so'zlarning birikishi meni hayajonga salatdi. Tövendeki yo'qolgan jannatdan ilingan she'r. Shunda qilib, u japa va ig'ir emgak bilan olg'a ilgirladi. Japa mushaqqat va ig'ir emgak bilan u. Hozir qarsam, undaq esil bilinmasimi, ayni vaqtda vujudimni larziga solgan edi. Men uni ifodalash uchun ishlatilgan degan so'zdanla shunchalik hozirlangan edim. Shu chaqlarda tasvirga nimalarning lozimlik ekanligini allburun bilib bo'lgan edim. Shunga shu chaqlarda mening keyin qanday kitoblarni yozganligim menga allburun ayon bo'lib bo'lgan edi. Mening oxir ko'ngilsiz oxirlashadigan zo'r hajmlik tabiatchilik iqimidagi romanlarni yozgan bor edi. Bu roman intayin inchik tasvir, odam unutib ketolmaydigan o'xshatishlar, tili o'ynoq abzaslarga to'lgan bo'ladi. So'zlarni asosan ularning tavushiga asosan tanlaydim. Amaliyotdami men o'tir yeshimda yozgan Bermidagi kunlar nomli romanim dal mushundaq bo'lib, men buni baldurlar kallamda qorashtirib bo'lgan edim. Mening bu uchurlarni yomon qilganligimning sababi shuki, meningcha yozuvchining muddaosini uning yetilish orqa ko'rinishini bilmasdan tushangil bo'lmaydi. Uning yozish temisi u yashayotgan davr tarafidan belgilanadi. Hech bo'lmasa, hozir biz yashayotgan bo'ron chapqinlik inqilobiy davrda texmi shundoq. Ammo u yezishdan burunla o'zimi qechib qutlanmaydigan bir hissiy pozitsiyaga ega bo'lib bo'lgan bo'ladi. Shubhisizki, yozuvchi o'zining huy paylini kontrol qila olishi, go'dak bosqichlarda turib qilish, nachar kayfiyatlardan saqlana olishi kerak. Ammo u o'zining burunqi uchragan tasvirlardan qechib ketsa, uning yezish qizg'inligi yo'qolib ketadi. Tirikchilik g'amini qo'yib turganda, meningcha yozuvchilarning qo'liga qalam elishida mundaq 4 cho'ng muddao bor. Hech bo'lmaganda proza yeziqchiligida texmi shundaq. Bular har qanday yozuvchida o'xshamagan darajada mavjud bo'ladi va o'zi yashayotgan zamon makonning atmosferasiga qarab o'zgarib turadi. Birinchi, nuqul o'zamchilik. Bu deganlik bizdagi boshqalarga aqlliq ko'rinish, boshqalar gapimizni qilishadigan odam bo'lish, o'lgandan keyin aslanish, balliqimizda bizni kamsitganlarga o'zimizni ko'rsatib qo'yish degandek havoyi havaslarimizni ko'rsatadi. Bularni muddao emas,
Dəvilish yolg'onchilikdan boshqa narsa emas. Dəvilish yolg'onchiligidan boshqa narsa emas. Amaliyotda u xeyli kuchli mutaa. Bundaq mutaa yozuvchilardan boshqa san'atkorlar, siyosiyonlar, advokatlar, askarlar, muvaffaqiyat qozongan sudyalardan tepiladi. Qisqasi, insonlarning ichidagi eng qaltis kishilarning hammasida bor. İnsanların köpüncisi əməliyyatda şəxsiyyətçi emas. 30 yaşdan keyin ular asasən alayida şəxs buluş həvəsindən keçidi və başqalar üçün yaşaydı. Yoki uşaq işlər həlakçiligida ötüb ketidi. Biroq, yana bir az sondagi talantlıq, nəfsi yo'g'on kishilar undaq emas. Ular shu g'oya uchun yaşaydı. Yozuvchilar dal mushu qatordadir. Yazğıcılar dal mushu qatardandır. Şundaq deyalaymanki, astoydil yazğıcılarning to'lisi, gerçi pulga bak havas qilib ketmasimi, muxbir jurnalistlarga qaraganda ko'p shaxsiyatchi keladi. Ikkinchi, estetik qizg'inlik. Bu tashqi dunyodagi go'zallikni his qilish. Yoki boshqacha aytganda so'zlar va uning nafs o'rlashtirilishidagi go'zallikni his qilishni. Shundaqla tovushlardan yaxshi proza va hikoyalarning qurilmasidagi puxtalik va ritmdan kelgan huzurni ko'rsatadi. Odamlarning o'zi his qilgan tajribalarini o'rtoqlashmoqchi bo'lishi nazardan saqit qilinsa, bo'lmaydigan qimmatli ishdir. Ammo nurg'un yozuvchilarda bu mutaa bekli aciz buludu. Vahalanki teşviqat qo'llanması yoki darslik tuzdiganlardimi birer amaliy manfaatni maqsad qilmasdan faqat o'ziga yoqqanligi uchunla so'z, birikmalarni tanlaydigan ishlarmi bo'ladi. Balkim ularda batning tizilishi, qo'yiladigan bo'shliqlarning qandoq bo'lishi deganlardimi alohida talablari bo'lishi mumkin. Tömür yol yetakchisi degandek kitaplardan başqa har qanday kitapda cho'qim belgilik estetik mutolaa bo'ladi. 3. Tarix mutaasi. Bu yozuvchilardagi voqea hodislarni asli holatida ko'rish, haqiqiy faktlarni tepib chiqib, keyingilarga qoldirib qo'yish istikini ko'rsatadi. 4. Siyosiy maqsad. Men bu yerda siyosiy degan iborani eng keng ma'noda qo'llandim. Bu yozuvchilardagi dunyoni ma'lum yo'nalishda qarab ishtirish, ma'lum yo'nalishga qarab ishtirish va kishilarning o'zi yashayotgan jamiyatga bo'lgan tunishini o'zgartirish orzusini ko'rsatadi. Shuni ta'kidlaymanki, siyosiy xohishdan xoli kitob yo'q. San'atning siyosiy bilan aloqasi bo'lmasligi kerak degan qarashning o'zi bir siyosiy qarashdir. Bu o'xshamagan mutolaalarning bir-biri bilan qandoq to'qnashib qolganligini, o'xshamagan odamlar va o'xshamagan vaqtga qarab qandoq o'xshashmaydiganligini ko'rish tas emas. Tabiatimdan aytganda, tabiatim deganim endi quramimga yetgan chog'dagi tabiatimni demoqchiman. Menda 4-si oldidagi 3ni besib tushdi ekan. Menda 4-si oldidagi 3ni besib tushdi ekan. Tinish davrlarda balkim men fasohat, balog'atni qo'g'dishib yurishim yoki faqat bayon, tasvir asarlarini yedishim mumkin. Hatto o'zimning siyosiy xohishimni bilanmay yurishim mumkin. Amaliyotda men dal tashviqot qo'llanmasi yozdiganlarga aylanib kelyapman. Dastlabda men o'zimga mos kelmaydigan xizmatda 5 yil, ya'ni Bermidagi Hindiston imperiya saqchilik xizmatimni demoqchiman. Keyin nomrodlikqa petib qoldim va mag'lubiyat tuyg'usi iskanjasida yashadim. Bu keçmişler mening huquq nupuzga bo'lgan nafratimni kuchaytirdi. Dastlabda men o'zimga mos kelmaydigan xizmatda 5 yil bo'ldim. Bermidagi Hindiston imperiya saqchilik xizmatimni demoqchiman. Keyin nomrodlik petib qoldim
və məğlubiyyət tuyğusu iskancisida yaşadım. Bu keçmişlər mening hüquq nüfuzğa bo'lgan nafratimni kuchaytirdi və mənə işçilar sınıfının haqiqatan mavjudligini tunji qitim to'liq his qildirdi. Bermidagi xizmatmi mənə jahongirlikning mohiyatini ma'lum darajada tonutdi. Ammo bu keçmişlər mənə to'g'ri bir siyosiy maydon ko'rsatishga yanada yetarlik emas edi. Keyin Gitler chiqdi. İspaniya ishga urushi patladi. Ve başka işler bulup öttü. 1935 yılının ahırıca men yanıla bir kararga kelemeyvatatdım. Şu çağlarda mening ana şu işkilinişimni ifadelaydigan mundaq şiirnimi yazgan edim. Pop bo'latdim belki xushal şadıman, bolsam edim 2 asr muqaddam. Vəz etatdım ahirettin toxtamay, pərviş qılğaş yanaq dəriximni həm. Əfsus, mudihiş bir zamanda tuğulub, məhrum boldum undaq şanu şərəftin. Düşmən boldu ösüb çıqqan burutmu, həmmi poplar pakız qırğan səbəbdin. Keyin ötdi yaman əməz bir zaman, köңlimizni xuş qılatdi bək asan. Uxlar idi isyankar xiyallar, daraxtlarning quchqida xiraman. Nadanlıqdan tartınmaydık qilchimi, xushalliqni yo'shratdi qalblar. Olmaliqda sayrab qo'ygan qushtimmi, besaramjon bo'p ketadi raqiblar. Ammo Liven nazik beden güzeller, kumush o'rik, eriqtiki süvərək. Arıqmaqla kökte səp-səp ördəklər, düşlərimdə bağlarımni kəzgüdək. Üşük təgdi keyin şerin düşkümü, nimcan boldi şatlıqımız pinhanda. Meni valdi pətək semiz adamlar, tömür tənlik altın həllik atlarga. Mən bəyni yoldun azğan kiçik qurut. Mən bir ağvat tenəb yürügən hərəmsiz. Yügün aram, kəbi sərsan biçarə, pop komissar aldıda yar yüləksiz. Hər yanrısa radionun sadası, komissar o xuş bişarət berətdi. Pop hədiyə qıған Ostin yettinin pulusini doğu kelib töləkdi. Düşlərimdə daim mərmər zaldı mən. Bolsa dəymən düşlərimdək oğummu. Amma mağa kəlmigüdək bu tələy. Simisqımı, Jonisqımı, sizgimi. İspaniya uruşu və 1936 yıldan 1937 yılgacha bo'lgan vaqalar vaziyatni o'zgartdi və qayerdə turishim kerakligini bildirib qo'ydi. 1936 yıldan keyin mən astoydil yozgan asarning har bir qurida bevosita yoki vositaliq hokim mutlaqlikqa qarshiligimni, shundaqla o'zim tushungan demokratik sotsializmga bo'lgan qo'llashimni ifodalab keldim. Bizninkidek bir davr. Bundaq temalardan chatnab o'tib ketish menga tasavvurimga qat'iy sig'maydigan bema'nilik bilindi. Hammaylar undaq yoki mundaq niqobda bularni yezivatdi. Bu faqat odamning maydoni ve yezish usuli masalasidanla ibaret xalos. Odam o'zining siyosiy xohishini qancha aniq bilsa, estetik zo'qi va ilmiylikni qurbon qilmay turibmi, siyosiy mazmunda yozalaydi. O'tgan 10 yil ichida men eng kuchigan ish siyosiy yiziqchilikni san'atga aylantirishdir. Mening chiqish nuqtam izchil partiyaviy maydon va adolatsizlik tuyg'usi bo'lib keldi. Men yezishga tutunganimda hargizmi o'zimga men bir san'at asari yozayapman demayman. Men yolg'onlarni fosh qilish, masalalarga boshqalarning diqqatini qartish uchun qalam olaman. Mening eng ko'ngil bo'ldiganim bu sadoyimni boshqalarga anglitishdir.
Şundaqdımı, əgər yazdığınım mən üçün bir estetik keçmiş bolanmasa, mən kitab emas, uzunroq birər maqala üçünmü qo'limga qalam elib o'tirmayman. Əsərlərimni əstaydilroq o'qiganlar bayqagan bo'lishi mumkin. Mening butunlay siyosiy tashviqot maqolalarimdimi siyosiyonlarning nazarida temidan 1000 chaqirim yiroq sanıladigan jumlalar bor. Balliqimda shakllangan dunyo qarshimni hargizmi butunlay tashlab etkim yo'q. Ham tashlay debmi tashlayolmayman. Ish qilib hayotli bo'ldi ekanman, prozaga bo'lgan kuchli qizg'inligimni saqlayman. Tabiatga bo'lgan muhabbatimdan voz kechmayman. Yanala konkret moddiy shaylarni, ushshoq, keraksiz uchurlarni yezishdan hazar aylayman. Keraksiz uchurlarni yezishdan huzur olaman. O'zimning bu tarafini besishimning hech hojati yo'q. Bu xizmat mening tug'ma o'ch amroqligimni. Bu davr hammamizga yuklagan ommaviy masalalar bilan obdalla kelishtirdi. Bu oson emas. Bu asarning qurilmasi va tili haqida masala paydo qiladi. Yana chinlik masalasini yangicha tarzda keltirib chiqardi. Men bundaq qiyinchilik haqida bir misol keltiray. Mening Ispaniyaning ichki urushi haqidagi Kataloniyaga salom degan kitobim ochiqla bir siyosiy asar. Umumiy jihatdan aytganda, bu kitobni yozganda amalba betaraf maydonda turib, shundaqla qurilmasiga ahamiyat berib yozdim. Bu asarda o'zimning adabiy tabiatimga xiloflik qilmasdan, chinlikni aynan yetkazishga nihoyat tirishdim. Biroq kitobning uzun bir bobi butunlay gazetlardan ilingan xabar paketlar bilan to'shdi. Yana Franco bilan til biriktirdi deb qarlangan Trotskiychilarni oqladim. Aniqki, 1-2 yildan keyin bu bobning har qanday o'qirmanga bo'lgan qiziqtirish kuchi qolmaydi. Balkim kitobni o'tqa tashlab etishi mumkin. Men hurmatlaydigan bir tanqidchi bu haqda menga vaz etdi. Nemishqa bu narsalarni kirgizib qo'yding? Sen esil asar bo'ladigan bir kitobni xabarga aylantirib qo'yibsan. Uning degani haqiqatan to'g'ri. Ammo men uni boshqacha yozolmaydim. Men Angliyadagi intayin oz sondagi bir turkum kishilarning bu yerdagi begunoh odamlarning nohaq qorlanganligini bilishga muvaffaq ekanligini bayqab qoldim. Agar bu ishda g'azablanmagan bo'lsam, bu kitobni yezib yurmagan bo'lardim. Bu xil masala undaq yoki mundaq shaklda yana yuz berdi. Til masalasi bakla nozik masala. Uni mulohiza qilish uchun vaqt oladi. Uni mulohiza qilish uzun vaqt oladi. Faqat shuni deyalaymanki, keyingi yillarda men yeziqchilikda tasavvurga qaraganda to'g'riliqqa bakrak ahamiyat berdim. Odam ma'lum yeziqchilik uslubida voyaga yetganda, cho'qim yana u uslubdan holqib ketadi ekan. Hayvonlar qo'riqini yozganimda nima yozayotganim kollamda bakli aniq edi. Uningda men tunji qitim o'zimning siyosiy maqsadi bilan san'at g'oyamni birlashtirishga urinib ko'rdim. Men 7 yilning yoqi bir roman yozmadim. Faqat yaqinda birini yozsam degan umiddaman. Bundaq yozish cho'qim mag'lubiyatlik bo'ladi. Har bir kitobim mag'lub bo'ladi deb qarayman. Ammo o'zimning qanday bir kitob yozayotganim har doim menga aniq bo'lib keldi. Yezib bo'lgan bu bir qancha betga qayta qarab baqsam, mening yezish mutaayimning ma'lum ijtimoiy mas'uliyatdan kelayotganligini uqtirgandek qilaman. Ammo buning men haqdagi oxirgi ta'sirot bo'lib qolishini xohlamayman. Barliq yozuvchilar shuhratxo'r, shaxsiyatchi o'rni keladi. Mutaosining cho'nqur yerlarida bilib bo'lmaydigan sirlar yotadi. Bir kitob yozish to'limi qo'rqinchli. Odamning juluqni chiqarib etadigan bir qiynalishdir.
Bu xuddi bir azobliq kasalning og'riqini chekkanga o'xshaydi. Odam bundaq ishqa o'zi qarshimi turolmaydigan, turanmaydigan, ham tushunolmaydigan bir shaytonning kayniga kirmaguncha oldini qilolmaydi. Amaliyotda bu shayton bovoqni tug'ilibla boshqalarning diqqatini tortish uchun yig'latgan tug'ma tabiatning o'zi shu. Shundaqdimi odam yanala o'zining ba'zi xuy tabiati bilan qarshilashib turmasa, odamda o'qig'idek bir narsa yozolmaydi. Yaxshi proza asri xuddi darizning aynikiga o'xshaydi. Men o'zimdagi qaysi mutaoning kuchligiga bir nima deyolmayman. Ammo qaysisining agishishga arziydiganligini bilaman. Yozgan asarlarimga qaytib boqqanimda siyosiy maqsadim yo'q, asarlarim faqat yaltiroq abzaslarga, ma'nisiz jumlalarga, quruq fasohat va yolg'onga to'shqan jin yo'q bir nima bo'lib qopti. Birinchi bo'lim. Aprelning havo ochiq, ammo sovuq bir kun edi. Soat istirlikisi 13 ni ko'rsatib turadi. Winston semiz sovuq shamolda beshini ichiga tiqib olgan edi. U zafar binosining aynak eshigidan chaqqanlik bilan kirib oldi-yu, ammo üstü beşideki topuçanlar yanına əgişib kirdi. Zal içidən qoyuntilgan kapusta və kona matrosning purqi kelatdi. Zalning odul temiga 45 yoshlar çamısıdaki qapqara, quyuq burutluq, qamlashgan bir erning 1 metrdan oshqudak cho'nglikdagi yo'g'on ranglik bosh rasmi esilgan edi. Winston palampayga qarab mangdi. Liftga chiqqanning foydasi yo'q. U davomliq buzilib qoladi. Uning ustiga nafrat haftasi uchun ilib berilayotgan iqtisodchanlik harakatining bir qismi sifatida yaqinning yoqi kunduzi tokmu kesib etilgan edi. Winston 7-qavatda turadi. Bu yil 39 yoshda. Vena tomiri ishib, 10 putining o'shqiga bir yara chiqib qolgan bo'g'ashqa tez mang'anmaydi. Shunga 7-qavatga bir necha qitim to'xtab aran chiqadi. Har bir qavatda to'xtaganda liftning udulidagi tamg'a isig'liq rasm uningga mixtak tikilib turadi. Bu rasm ajoyib loyihalangan. Qayaga bormang ko'zi sizdan o'silmaydi. Rasmning ostidagi Xo'ja akaning ko'zi sanda degan yo'g'on xat ko'zga alohida tashlanib turadi. O'ng tarafdagi tamg'a o'rnatilgan tutuq aynakka o'xshab ketadigan chosa temir taxtaydan temirning ishlab chiqarish miqdoriga munosabatlik son-sanoqlarni o'qiyotgan bir jarangliq ovoz kelyotdi. Winston bir uz chatni azroq to'lg'ib edi. Ovoz sal pasaydi-yu, ammo taltukis etilib ketmedi. Ekran deb atiladigan bu uskunani faqat pasaytib qo'yg'illa bo'ladi. Biroq to'liq etib o'tish mumkin emas edi. U darizaniga keldi. Uning vijik gavdasi ko'k ranglik partiya formasi ichida texmi o'roq ojiz ko'rinadi. Chochlari xunuk, chiroydan bo'lsa yanala umidvorlik chiqib turadi. Yuz terisi nachar sopun va gal tig' dastidan texmi yiriklashib ketgan edi. Mudhish qish amdi oxirlashgan edi. Dariza itik bo'lsa-mu, sirtning sovuqligini bayqag'ili bo'ladi. Ko'chalarda shamol chang-to'zang qog'oz parchalarini uchirib yuradi. Osmon ko'p-ko'k. Quyosh parlab tursa-mu, hamma yerga esvetilgan yeliqi rasmdan boshqa hamma narsa rangsizdek ko'rinadi. Qora bulutliq yuz hamma do'qmishda jimi tarafga tikilib turadi. Buningdan uyning ichidagi udul tamg'imi biri isiqliq bo'lib, ostiga Xo'jakining ko'zi sanda degan xatlar bor edi. Uning qop-qora ko'zlari Winstonning ko'zining ichiga tikilib turadi. Pastdagi ko'chada
bu rəsmdən biri şamalda uçub yürətdi. Pat-pat rəsmdəki insuk degan xat көзге çeliqib qalatdı. Yiraqda bir tik uçar, xuddi көк çivindək ögüzlər üstüdə oylanıb, asta yiraqlab ketdi. Tik uçardakı çarlıqçı saqçılar kişilərinin dərzlərini көздətdi. Bu texi adətdəki iş. Ən çatığı ideya saqçıları. Winstonның keyindeki ekrandan yanıla bayqı tömür işlep çıqırış miqdarı ve 9-3 yıllık planның aşırıp orunlanğanlığına ait xəbərlər anlavatdı. Bu ekran bir vaqtda hem qabul qılatdı, hem tarqıtatdı. Winstonның xeyli pəs avazda pichirlishidan başqa hər qandaq avazı bu ekrandan keçib qutlanmaydı. Onundan başqa o aşu ekranның dairəsidəla turdu ekan. Onun qığanları görünüb, sözlügənləri anlab turardı. Onun qaysı vaqtda көзіліватқанлығını aniq bilish zadi mumkin emas edi. Onun qaysı vaqtda көзіліватқанлығını aniq bilish zadi mumkin emas edi. İdeya saqçılarının qachon, qandaq uskunida, qancha qitim, qandaq sistemada көзіліватқанлығını faqat paraz qığıllı bo'ladiki ki, herkes aniq bilgili bo'lmaydi. Hatta hamma odamni har vaqt to'liq ko'zlab turdi desak xato bo'lmaydi. Qandaqli bo'lmasin, ular qachon xolisa sizning simingizga o'zining uskunisini ulaveradi. Siz har qandaq ovozim har doim tingshiladi. Tum qarang'udan boshqa har qandaq chog'da barliq harakatim nazoratda deydigan tuyg'uda yashashga majbur edingiz. Hatta buningga boshda asta odatlangan bo'lsangiz, keyin u sizning tabiiy tuyg'ungizga aylanib ketadi. Winston ekranga keyinni qilib turdi. Bundaqda bir oz bexatar edi. Gerçi Winston dümbisining ma'lum narsalarni oshkorlab qo'yish ehtimolligi borligini bilsa-mu, turaverdi. 1 kilometr yiroqlikda haqiqat ministerligining yo'g'on, oq ranglik binosi maynatchiliklar orasida qad ko'tarib turadi. Winstonning xizmati shu yerda. Winston bu yerning London ekanligini saskinish ichida esiga oldi. U birinchi havo rayonidagi eng cho'ng shahar bo'lib, nopusning zishliqida butun okeaniya bo'yicha 3-o'rinda turadi. U London azaldan mushundaq bo'g'iymitdi deb balliq aslimalarini xeyli zo'r qo'yib varaqlab baqdi. Bu yerdagi yiqilib tushay deb qolgan tomlari yog'ochda tirab qo'yilgan, darizlari karton taqtay bilan mixlangan, o'gizlari qing'ir, qiyshiq qangaltir bilan yepilgan, beg'ining tomlari o'rilib ketaydi deb qolgan. 19-asr uslubidagi abjaq uylar azaldan bor bo'g'iymitdi. Gaj topa tozanları buqsup turadigan bomba azkalari, yavi o't besib ketgan sapal taş dövüleri, bomba azkalarga silinib ketgan to'xu katkidak kapilachu asliganning foydasi bo'lmadi. U hech nimani esiga ololmadi. Orqasini farq etgili, nimaligini bilgili bo'lmaydigan bir kuchlik yo'riqlikning ko'zni chaqinla esida. Haqiqat ministerligi, Minitro, Yenitil gezdida shundaq atiladi. Ko'z yetgudak doiradagi har qandaq imoratdan olayda farqlanib turadi. U piramidasimon shaklda qavatlik silingan, oq ranglik paqroq beton bino bo'lib, egizligi 300 metr keladi. Winston turgan joyda turib, partiya binosining sirtiga ko'rkam qilib yozilgan 3 shuarni aniq o'qig'ilib bo'ladi. Urush tinchlik demakdir. O'rlik qulluq demakdir. Nodonlik qudrat demakdir. Aytilishicha, haqiqat ministerligi binosining yer osti va ustida bo'lib, 3000 eg'iz uy bor edi. Londonning boshqa yerlarida shakli, hajmi mushunga o'xshash binodan yana 3 bor edi. Bularning cho'ngliqidan yenidagi qurilishlar nihoyat kichik ko'rinadi. Zafar binosining o'g'isidan bu 4 binoni bir vaqtda ko'gil bo'ladi.
Bular ayrım-ayrım 4 ministerlikning binosi bo'lib, hukumatning butun organlari mushu 4 ministerlikka tava edi. Haqiqat ministerligi davlatning xabar, ko'ngil ichish, ma'arif va madaniyat san'at xizmatlariga mas'ul edi. Tinchlik ministerligi urush mudofaaga, shafqat ministerligi qonun tartibga, mo'lchilik ministerligi bo'lsa iqtisodiy ishlarga mas'ul edi. Ularning nomlari yangi til gazetida Minitro, Minilaw, Minipax, Miniplinti deb ataladi. Buning ichida eng qo'rqinchlisi shafqat ministerligi edi. Uning binosida bir dariza yo'q edi. Winston uning ichiga kirish tugul, hatto 500 metr bo'lsa-mu yaqin berib baxmagan. U yerga faqat munosabatlik xizmat bilanla kirgan bo'ladi. Kirgandimi qo'yiq tikanlik sim to'siq, yo'shirin pelmot o'rlashtirilgan istikam va qalin to'mir eshiklardan o'tishga to'g'ri keladi. Hatto uningga tutishadigan yo'ldagi to'saqdimi koltak tutib olgan qora kiyimlik muz chiroy qarovullar chorlab yurishadi. Winston tuyuqsiz orqasiga burildi. Uning chiroyida bir xil umidvorlik ifodasi chaqnab turadi. Tomdagi ekranga qaraganda chiroyida mushundaq ifoda paydo qilish yaxshi edi. U uyning oshxonasiga kirdi. Oshxona bakla kichik edi. U bugun ministerlikdan baldur qaytib kelib, u yerdagi tushlik tomoqini qurbon qilgan edi. Oshxonada attiganlik noshtaga elib qo'ygan yo'g'on bir parcha qora bo'lgidan boshqa narsa yo'qligi uningga ayon. U ishkapdan Zafar orchi harqi deydigan oq ranglik marka chaplangan bir botulka rangsiz ichimlik oldi. U Jungoning guruch harqidak nayt sesiq mayliq edi. Winston uningdan yarim stakan qo'ydi va jo'g'ida bir titrashga tayyorlanib, xuddi dori ishgandek ko'ppida ko'tirib etdi.